Agar yodingizda bo'lsa, biz o'tgan galgi dasturlarimizning birida voyaga yetmagan shaxslarning jinoyati bilan bog'liq bir emas, bir nechta lavhalarni efirga bergan edik. Asli Toshkent viloyati Bekobod tumanida istiqomat qiluvchi 3 nafar maktab o'quvchisi hamda 1 nafar voyaga yetgan shaxs jinoiy til biriktirib, o'g'irlikka qo'l urishgan. Qilgan ishlarimdan pushaymonman. Mayli qanchaga ketsa ham ahamiyat yo'q. Muhimi cho'ntagimda soqqa bo'ladi. Xuddi mana shunday noqonuniy yo'llar bilan bir emas 3 nafar fuqarolarning avtomashinasidan telefon hamda pullarni o'g'irlagan 16 yoshli o'quvchi qamoqqa olindi. Bugun esa xuddi mana shunday holatlarning oldini olish uchun o'quvchilar bilan uchrashuv o'tkazildi. Tadbir avvalida O'zbekiston Respublikasi davlat bayrog'i qabul qilingan kun munosabati bilan sahna ko'rinishlari namoyish etildi. Maktab o'quvchilari bilan bo'lgan suhbatda voyaga yetmagan shaxslarning jinoyat ko'chasiga kirib qolganida qanday salbiy oqibatlarga olib kelishi batafsil tushuntirildi. Shuningdek, 21-asr vabosi deya atalgan kuchli ta'sir qiluvchilar domiga tushib qolayotganlar orasida o'quvchilarning ham borligi aytildi. Ular orasida qizlarning borligi esa hayratimni oshirdi. Tadbirda agar sud jarayonlariga qiziqqan o'quvchilar bo'lsa, bevosita ochiq sudlarda qatnashish imkoniyati borligi ham aytib o'tildi. Voyaga yetmagan shaxslar oldin jinoyat sodir qilgan bo'lsa, jazo o'tagandan keyin sudlanganlik holati doimiy ravishda bo'lib kelgan va bu retsidiv keyingi jinoyatiga ham ta'sir qilgan va uning kelajakdagi hayotiga ham juda katta ta'sir ko'rsatgan. Endilikda yoshlar o'sha voyaga yetmagan shaxs tomonidan sodir qilingan qilmishi uchun jazo o'tagandan keyin u shaxs sudlanmagan hisoblanishi belgilab ko'rsatildi. Endi albatta o'ta og'ir jinoyat sodir qilgan qilmishi uchun yoki 18 yoshga to'lgunga qadar qaytadan yana jinoyat sodir qilgan shaxslar bundan mustasno. Jinoyat uchun jazo tayinlashdan ko'ra uni profilaktikasini, ya'ni oldini olish masalalari dolzarb hisoblanib keladi va bu davlat siyosati darajasigacha ko'tarilgan. 4 martalab yoki undan ko'p martalab o'sha sigareta olib yurishi, pichoq olib yurish holatlari kuzatilsa, ular javobgarlikka tortilish darajasi, jazo qo'llanilishi og'irroq darajaga o'tadimi, yo'qmi? O'zi jazo qo'llaniladimi, yo'qmi? Qo'llanilsa qanaqa? Maxsus o'sha tegishli hujjati bo'lsagina olib yurishga haqli. Aks holda bu narsani o'sha kimgadir ta'sir o'tkazish yoki bir urish, do'pposlash maqsadida ko'tarib yurilgan narsa sifatida tan olinishi mumkin bo'ladi. Endi pichoqlarga kelsak, bu o'zi taqiqlanadi. Olib yurish o'sha ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks bo'yicha 185 prim moddasida ko'rsatib o'tilgan. Ya'ni buni javobgarlik masalasi, jarimasi bor. Shuningdek, ikkinchi, 3-qismida ya'ni ma'muriy qamoq jazosi ham bor. 15 sutkagacha bo'lgan. Shuning uchun sizlarga faqat muvaffaqiyat tilab qolaman. O'zingizlarning ustingizda ishlaydi. Bugungi profilaktik suhbatdan maqsad sizlarni qo'rqitish emas, faqat bugungi yoshliginglarni, kuchinglarni, biliminglarni oshirib kelajakda yaxshi inson bo'lishinglar, jinoyat ko'chasiga adashib kirib qolmasliklaring uchun ham bugungi suhbat tashkil etildi.